tons of heathens, take it slow. YouTube ahlisi sizlar bilan Zayron. Bugun biz sizlar bilan Nurlicraft serverini obzor qilamiz va yangi qo'shilgan anarxiya birda nimalar bo'lganini ko'rsatib beraman. Bo'lsa boshladik bo'llar. Tak, birinchi bo'lib men yozuvlar e'tibor bermaysizlar bo'llar, bu resurs pakim nimasi bu. O'shasi. Bu yozilmagan bo'lsa ham bilaman, bu event har xil musobaqalar bu yerda o'tkaziladi. Ishlamaydi. Bu esa Bed Wars. Bu ham yaxshi. Bu esa mana shu anarxiya deb o'ylamaskin turibdi. Anarxiya 1.21 bir versiyada. Anarxiya 2.1.24 versiyada 11 ta onlayn. Anarxiya 1.14 ta onlayn. Tak, bu survival. Survival. Buni ham kirib bemalol survival qilishlaringiz mumkin. SMP hech kim girmayapti, mayli. O'sha box pop ham zo'r. Tak, va o'sha cheat pop. Endi anarxiyadan boshlaymiz. Birinchi bo'lib sizlar anarxiya 1 deb ko'rsataman. Kirib oldik mana. Berganingizdan sizlar set beradi bo'ladi bunaqa. Beradi va mashit yoziladi. Resurs emas. Hadi tashladi menga bu bola. Bir 1.21 versiyada anarxiyada juda ham zo'r yangiliklar kiritilgan. Sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Ranklar o'z holida turibdi. Birinchi o'zi AFK zonadan boshlaymiz. AFK hudud, AFK turib bu yerda oldin token ishlasa bo'lardi. Hozir esa pul ishlaysiz. Teskarisi, короче. Teskarisi. Oldin pulda hamma narsa olsa bo'lardi, endi tokenga hamma narsa olsa bo'ladi. Shop. Token shopda o'sha qilichlar olsalaringiz bo'ladi. Karatos qilichi bor ekan. Jangchi to'qmog'i mes uchun o'sha. Aytgancha 1.21 versiyaga Nurlicraft anarxiyasi ochilganligi uchun mana shu mes qo'shilgan bo'ladi. Mes bu. Mes plus trap qo'shilgan bo'ladi. Qopqon. Dirset. Ko'p zo'raytasi. Dirset bo'lsa shuni ishlaydi. Start urib ko'rasizlar. Keyingisi topla. Nima ekan? Yes. 613 ekan. What the fuck? Amala. Bu top o'limlar menimcha. Top o'limlar. Bu baltop. Menda 12 million. Ben birinchi o'rindagi It's Atomic. What the fuck, bleed. 11 milliard. Wipe. Kelmaydi. Shunda Bloody Night 2057 da bize bitti yolda 4 ta kel bilan yo'g'ida turibmiz. Afsuski, mayli. Yak 0 kun. Ama birinchi o'rinda qishloq 3 kun. What the fuck? Keyingi joy bu. Bu yerda faqat bitta mayn ishlaydi bo'ladi. Boshqa maynlar mana bitta bo'ldi, bitta yopib tashlashdi, короче. Bu anarxiyada bitta mayn qoldi. Kirib, ana shu yerda mayn qilishlari mumkin. Yana warp mayniki deb yozib bera, yo'q. Warp mayniki. Bunaqa narsa yo'q, qizil chiqyapti, warp topilmadi deyapti. Tak, bitta bu yoq tarafni ko'rsatib bo'ldik.
Endi biz mana rega bloklarga o'tamiz. Rega bloklar. Tak, Eron blok, ya'ni temir blok. 3 ga 3. Bu nima? Bu olmos. Oltin. 5 ga 5. Olmos 7 7. İzimrut 10 ga 10. Va Dibris 15 ga 15 qilarkan. Va biz case. Var case mana shu yerga keladi bolalar. Va chatda silish bilan nurli deb yozsanglar, sizlarga beradi. Bergandan yashilcha berib chiqadi, chatda yashilcha ma'lumotlar chiqadi. Men bu ochib qo'ydimda, o'shanga chiqmayapti. 6 kundan keyin kuting deyapti. O'shanga bo'lmaydi. Keyingisi bu RTP. Va yana bitta narsa aytib o'taman. Oldin anarxiyada airdrop degan narsa bor edi. Airdrop deyiladi. Buning o'rniga hozir event time qo'shildi. Event time masalan mana warp tarafda loot beradi. Warp bossda, qarshi bitta bossni o'ldirasizlar. O'ldirganlaringizga pul beradi. 10 million pul beradi. Birinchi o'ringa 10 million pul beradi. Kuchli narsa. Bosmaydi. O'sha aytganimdek 10 million pul beradigan joy. Mana shu bitimiz kirib ko'ramiz. Keyin qala. Buni necha kirib ko'rmaganman o'tganman. Lekin bossga kirib ko'rganman. Bossga kirsanglar mana shu yerda spam bo'lasizlar. Spam o'ylaringizdan keyin kart borasizlar, guruh borasizlar. Boshqa hech kim deyman. O'tda karchi boss spam bo'ladi. O'shani o'ldirasizlar. Kim birinchi o'sha o'ldirsa bossni 10 million pul yutadi. Mashitda yoqqa to'p yoniq bo'ldi. To'p o'chadi, nima qilayotganlar. Tak, endi biz yana nima aytishim kerak edi? Modellar ham bor, bitta model keldi. Deymiz. Endi biz warp-ga boramiz. Warp-da nima gaplar? Bu warp. Shuna mana tepaga chiqasizlar. Shuni mana o'tasizlar. Tersit bo'lsa totem sinadi. Chiqasizlar, mana qarasizlar, tam turib ko'rasizlar, men so'rasizlar bo'lar. Mana model so'qbishlar ham beraveradi. Tak, anarxiya bermay ko'rsatib bo'ldik bo'ldi. Mana shu zo'r bo'lgan. Keyboard tab bashimiz bo'lgan, tab tutdi. Endi anarxiya 2 ga o'tsak. Anarxiya 2 ga o'tamiz bo'ldi. Anarxiyada endi bor edi, temimga beravergan. Tak. Bitvof qilichi dahshat ekan. Zo'r tamom. Qarab qoldi. Bu yerda ham shu gap. RTP. Bu yerda event time airdrop deyiladi. Mana narsalar chiqib keladi. Nether event. Qarshi ayriladi. Mana bu yerda bo'psi. O'sha eski bo'pi, o'sha bo'pi eslar. Eski davrlarni eslaylar. Mana shu kirkan yashiraman shu qilich bilan. Mana shu video
Bisarmi 4 bilan misol beraveraman mayli. Beraveraman. Mana shu video intellek yig'sa и 40 tadan ortiq prosmotr yig'sa. Tak. O'sha bu tariga bloklar boshqacha bitta 5 ga 5, 7 ga 7, 10 ga 10, bu 15 ga 15 yaxshi. Ranglar o'sha. Hafta sonida hech narsa bermaydi vallahi. O'tirib o'tish asal bermayman. Bitta keys ochsalar bo'ladi. Bitta ana 2 da keys ochish uchun nurli craft komandani yozasizlar mana berdi mana. Menga berdi mana ochilib bosamiz, mana shuni ko'ramiz vallahi. Omad tileymiz. İlk versiyonu vallahi. Tamam. Option vermedi lekin bize. Verin. What? Bak bak. Götüren vermedi. Bana müşavişe valla. Toplayayım. Birinci üründeyken. Lan. Ya. Birinci ve bunun turiste o. Ya. Tak mayin. Bu anahra 2'de mayin. Anahra 1'dagidek bitta emas. Bu yerda bir ko'plab 3 ta mayin bor bu yerda. Birinchi tepada, birinchi pastda, uchinchi neziritli mayin. Nezir mayin deyiladi. Nezir mayin. Nezirda bor narsalar mutaxassis borlar. Sizlar obunachilar. Qarochi, keyingi narsamiz bu. Keyingi narsamiz nima qoldi bizga? Evet. Bitta. Token 2 ga sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Turmaylar olmaylar bo'ladi. Bu yerda turmaylar yo'q. Tokenlaringizga kuyib qolasizlar bo'ladi. Kuyib qolasizlar. И так nima ekan? Bu auksion deydi. Mana. Men bosib tashlasangiz, yoki silish bilan deb yozsangiz chiqadi mana. Ama o'z narxi degan bunga qanday narsa sotish uchun ro'yxatga любой narsa sotadigan narsalar zo'rlasizlar. Aksiya deysizlar, narxini yozasizlar. Masalan 1 million deysizlar, sotasizlar. Tamam. Bitta narsalar o'zlar olmoqchi bo'lsangiz, o'zlar narsalar bitta bo'lsa, inventaringizga tushib qoladi bo'ladi. Tak. Bu Afg'izona kabichi. Afg'izona. Bitta oldingi vibe'larda bitta token berardi. Hozir token hech narsa bermaydi vallahi. Bu ishlar shart emas bitta. Hepsini ko'rib kelaylik uchun. Bitta. Hop. Mana bu şey. O'sha narsa. O'sha narsa qo'ygan.